год, 15 апреля, значит, пациентка приходит к нам. Сначала прошли обследование на клинике высоких технологий в Краснодарском крае. И там поставили диагноз, что есть органические изменения. Но сейчас посмотрим. Значит, какие жалобы у вас? Nima shikoyatlar bor? Boshim ko'p og'riydi. Boshing ko'p bor edi. Kechqurun. Ko'zim oldi qorong'ilashib ketib. Qayoqqa oyoqimni qo'yarim bilmay qolaman. Nima qilaman? Qayoqqa oyoqimni qo'yarim bilmay qolamanda. Toshkentdagi bilan Rossiyadagi ikkisi bir tur analiz qo'ydi. Kutish kerak dedi. Nimani kutish kerak ekan? Katta yami yo'qmi dedi. Katta esa operatsiya etamiz dedi. Agar shu bo'yi qolsa deymiz dedi. Buni kattayadigan turi emas. Bu penalniy отделda nimasi bor ekan? Kistozniy образованияsi bor ekan, lekin bu Toshkentdagisi ekan. Endi sizlar bitta xatoylar, один из основных ваших ошибок, что вы должны были пройти обследование. Потому что все время вот то, что вы прошли бы, оно было для нас контрольным. Bizga tushganlar bu контрольный, yani farqlash uchun. Для сравнения нужна была. Сейчас мы не можем, разные аппараты по-разному они измеряются. Har xil apparatlar har xil o'lchanadi. Shuning uchun doktor joylikka keldingizmi, uni o'zida apparatlariga tushish kerak. Mana penalniy отделda bor ekan, o nimasi, lekin bu unaqa o'sadigan o'sma emas. Buni o'zi kontrast bilan tushishinglar kerak. Buni inkor qilish uchun, чтобы исключить уже обследование сделать через контрастирование. Сейчас у вас идет, значит, 24 миллиметр куб. Это объем, если поставить на формулу объема. А так нет ничего, что вы могли бы сравнивать. Вот то, что сделали, сегодня оно без контрастирования. Yo'q, kontrast bilan qildim. Kontrast bilan qildim. Qimmat ana karantinga topshirib qildik. Mana u Toshkentdagini. Kreatininga. Kreatininga topshirib qildinglar. Lekin qani Rossiyaniki yo'q, topa olmadim men. Bor, hammasi ichida. Yo'q, buni ichida Yo'q, karantinga qilingani Toshkentda qildirdik. Nerv xirurgiyani u. Nimaga Toshkentdagilar davolaman? Kerak dedi. Nimasini kutarkan uni? Kattayam yo'qmi dedi, bilmaymiz dedi. Mosh 90 yoshingdan shu durishda qolishi mumkin dedi. Yana 6 oydan keyin dedi, MRT tushib ko'r dedi, kattayishi mumkin dedi. Biz kutib o'tirmiz, siz yanimizga keldik keyin. Endi raz meni oldimga kelsanglar, men o'sha aytgan narsani qilish kerak. Xo'p, hozir bezovta qilayotgan narsalar asosan bosh og'riqlari, kesash kuchayadi, nima bo'ladi. Xo'p, bular yana qanaqa savollar bor? Они хотели снять для себя видеоролик, поэтому мы тоже снимаем параллельно, чтобы поставить в YouTube. Qanaqa shikoyating bor? Yana какие у вас жалобы? Shikoyatim yo'q, yaxshi bo'lib ketsam Shu bo'ldi. so'rilib ketsa bo'ldi Bu bizga. so'rilmaydi. Hozir savol bu kattalashadimi? Kattalashmaydimi to'g'risida ketyapti. Lekin 99.9% kattalashmaydi. Lekin baribir 1%ga 0.1%ga biz uni o'zimiz tekshirib ko'rishimiz kerak edi. Bular o'zlarining qog'ozlari bo'yicha konsultatsiya o'tyapti, shuning uchun biz bor dalillarga ishonib, tibbiy dalillarga shu xulosaga kelyapmiz. Значит, на основании имеющихся медицинских информации, данных, фактов мы поставили, значит, диагноз, установили и сейчас будем их лечить. Аллах шифасын etsin, дай Бог всем вам здоровья. Я на меня без вас задают вопрос, что главное, чтобы я выздоровелся. Я скажу вот так, что вот это образование было, когда она еще родилась. Tug'ilganda bo'lgandagi holi. Necha kirding? 19. Вот, до 19 лет, 19 yoshgacha seni bezovta qilmagan. Она еще его не беспокоила. И в последующем не беспокоит, если будешь
себя оберегать и буду жить правильным образом жизни. Agar sen sog'lom turmush tarzini kechirsang, erta yotib kech tursang, boshingga kaltak yemasang, kola, fanta, psixostimulyatorlar ovqatlar yemasang, albatta yaxshi bo'ladi. Kamroq telefon chiqalasizmi? Ayting. Endi telefonni tanlaysanmi, ota-onanimi? Telefon tanlaysanmi, xotinnimi? Telefon tanlaysanmi, erdimi desa, hamma joyda bir xil javob, telefon. Telefon bo'lsa ota-ona ham bor, xotin ham bor, er ham bor, pul ham bor, hamma. Shuning uchun telefon bu zamon texnologiyasi, uni yenga olmaysiz. Bir paytlar jinchiroq deb yosh katta qorakalar uyda elektr yoqmas edi. Muammo kelib chiqadi deb. Tushundingiz? Ko'zingni ko'r qiladi deb. Lekin mana endi hozir menman degan qoraka pir hazratlar ham elektrda o'tiribdi. Misolda bir paytlar nimaga ham chiqmagan. Shuning uchun bu texnologiya bilan olishmang. Bu texnologiya shu. Faqat televizordagida ham yarim soat, 1 soat o'tirganda, bunda ham 1 soat o'tirasan, umrini dam olasan. Xo'p, yana-chi? Yana doktorlar aytishdi, bunga vitamin nimalar olmanglar, o'sib ketishi mumkin. Kerakli, u vitamin o'sadigan narsa boshqasi. Kista, vitaminlar kistani o'stirmaydi, doktorlarga aytib qo'ying. Bu kista deb yozibsan. Kista qanaqasiga vitamin o'stiradi? Yana-chi? Shunday dedi, dori olajak bo'lsang, dori yozib bermang, kista ta'sir etishi mumkin, o'sib ketishi mumkin deb aytdi. Endi mana men qarab. Og'riq qoldiruvchilar endi aytib beraman, hozir asab buziladi. Men qara, eshitib og'riq qoldiradigan dorilar ichmasang, buyrak faoliyating buzilmasa, qon bosiming oshmasa, miyangga kaltak yemasang, hech qanaqa senga o'sib ketmaydi. Shu kungacha vitaminlar olganmisan? Olgan. Vitamin kerak bo'lsa olsan, lekin vitaminlar ham moda. Biz ham vitaminsiz yashab yuribmiz. Meva-chevani yana qanaqa savoling bor? Vitamin olsa o'sib ketadi degan u boshqa narsa. Tushundinglarmi? Chunki hajmli o'zgarishlar, o'sma va raklarning o'zida alohida turi bor. Kistasima oddiy xosiralar, vitamin ham olaverasan, elektr olmaysan, boshingni issiq qilmaysan. Yana qanaqa savol? Qandaydir o'zgarish bo'lsa o'zingizga kelamiz. Конечно. Shu kungacha demak kasal bo'lmagansan, Yo'q. o'zingni ehtiyot qilsang kasal bo'lmaysan. Yana boshqa savolingiz bormi? Bu normal ishlashi mumkinmi biror? Nega ishlaydi? Kim boqadi uni? Boy ishlasin-da. Ishlasin, o'qisin. Sog'lom qiz nimaga yesa o'shanga erishadi. Ishlamasa turmushga chiqadi, bolali bo'ladi, nimaga? Kistasi yorilib ketadi deyishibdi doktorlar. Bu yollaydigan kista emas bu. Tushundingizmi? Yollaydigan kistani degan narsa o'zi kista to'g'risida tushunmagan odamning gapi. Bu yollaydigan kista emas. Tamom, yana-chi. Bo'ldi. Tushundingiz? Sizlar olim qilish keragi yo'q, faqat so'rab olavering. Bu yollaydigan kista emas. 40 yil vrach bo'lib ishlab, har yil 100 tadan kasal ko'rib, menga shunaqa kasallar juda ko'p keladi. Katta polinsifali kistalar hali birortasini yollaganini ko'rmadim. Tushundingizmi? Yana-chi. Bo'ldi. Alloh shifo bersin. Bu yerda bemorga shunaqa diagnoz qo'yilganda, demak, kista shishковидный железа qo'yib turib, diagnozda dorsopatiya шейного отдела позвоночника, cervicalgia и мышечно-тонический болевой синдром, kista shishковидный железа deb turib, hozir aytyapti, bu vitaminlar olmadiganda, bu yerga o'zi aslida kofein bilan paracetamol yozyapti. Причем внутривенно yozyapti. Endi paracetamol buyrak faoliyatini buzadi. Kofein stimulyator bo'lgani uchun bosh miyani qon aylanishini yaxshilaydi va kistani stimulyator beradi. Agar o'sha gapidan kelib chiqsa, lekin aslida bular kerak emas. Sog'lom yashab, vaqtida uxlab yursa muammo yo'q. Bo'ldi, yana qanaqa savolingiz bor?